O'zbekiston xalq artisti ustoz hamkorimiz Avzalagan Rafiqov va orqalardan O'zbekiston xalq artisti teatr va kino ustozi rahmat Kristofor Koruk Amerikadan ochgan birinchi bo'lib cho'ntagini siz ochdingiz. Lekin achkida qistirish boshqacha edi. O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilov ustozimiz. Boshlar o'zini bergilar. Ko'kdalarda ko'klar qistiriladi, boyim. Ha. Teshiklar ko'p, Yaşasayın dünyani to'ldirib yaşa, hurmatli Rezatov. Yaşasayın dünyani to'ldirib yaşa, g'amu amdohlari ko'rsatgan artist, so'z ustasi, ajoyib qiziqchi Mirzabek Xolmedov. Erkin aka rahmat, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli Qashqadaryoliklar, ko'kdalarliklar. Bu qarshi cho'q qo'yasiz. San'at kunlari choylashlar chiqib istirayapsizlar. Ben choyga gapiryapman. Zatu panayonni mas'ul. Chunki panayonni boshqa joyda mehmon. Karantinda aka. Karantinda tug'ilgan bola otasidan so'rab, onasidan so'rab. Ona, mani dadam qanaqa inson edi debdi. Onasi bilmadi, yaxshi payt mas'ul edi. Ben bugün sizler bilen konuşmada bir çoğunluk günleri, çoğunluk bayramlarda video kuruşturumda tinçken iki kadar bu süre koşuyor görmeliyiz. Can azığı bular eken navda, qancha kuylar bordur candan ziyada. Can azığı bular eken navda, qancha kuylar bordur candan ziyada. Jonli ijroda jonli qarsak bo'lishi kerak edi. Qarsak chalgan qo'llar hech qachon kasal bo'lmasin. Umrlar uzoq bo'lsin. Hazırlaştım demek. Sanatkorlar ketma-ket davom etadi.